Amir Temurni o'sha yaqinda chiqqan kinosiga keluvdik. Xullas 1,5 soat oldin bilet oldik, kech qolib keldik. Shuni hisobiga bu video tugagandan keyin olyapman. Keyin yana bitta narsa bor. To'liq endi video qo'limdan kelgancha olganman. Endi kinoteatrga kirib kelishimizda xullas sal kechroq kirib keldim. Boya aytganimdek, kirib kelganda kirib o'tirdik, joylashdik, reklamalar boshlandi. Shu kirib o'tirdik, xullas reklamalar boshlandi. O'sha mana bu yerda ko'rinadi reklamalardan keyin уже sekin boshlanib turadi. O'zi bu video o'zi nimaga keldik? O'zi rejamiz sal oldinroq edi. Kelganimiz asosiy sababi bitta bola o'sha hozir ko'rsataman yo'qmi, xullas negativ qiluvdi. Hisobi oldingi videolarimda ko'rgan bo'lsangizlar, Samarqandda chiqdim va o'sha osh markazida sal negativlik qildim. Keyin undan tashqari, Samarqanddan tashqari bosimdan somsasiga ham negativ bo'lib, hop shu hammasi qolib, kechirasiz, charchaysizmi? Hammasi qolib turib, shunda ham negativlik qolib ketadimi deb kelgan joyimda, avvalo hazil. Xullas kino yoqdi, qisman yoqdi. Xo'p, endi kino haqida qisman not qilib oldim. Ya'ni kinoda qolganlar hamma ko'rsa, men ham videoga olib, ham not ochib turib, o'sha fikrlarim va boshqa narsalarni yozib boshladim. Xo'p, qisman bitta aytib boraman. Kinoda qanaqadir qabilalar, urug'lar haqida gap ketgan. Agarda siz tarix tushunmasangiz, sal qiynalasiz. Gap so'zlar silishgan ko'pligi bitta minusi, kim uchundir plus, kim uchundir minus. Odamlar o'tyapti. Qayta ta'sir qilyapti. Yo'qligimizda Samarqand haqidagi qo'rquvlarimiz haqiqatga aylandi. Kayxusrav yo'qoldi. O'lgan bo'lsa kerak. Amakim Hoji mo'g'ullarga qarshi telbalarcha isyon ko'tarib, butun shaharni To'g'liqxonning g'azabiga duchor qildi. Men esa mo'g'ullarga, To'g'liqxonga sadoqatni tanladim. Qad ko'rsatdi. Temur ahmoq. U o'z xalqiga xiyonat qildi. Ko'zlarimga tek qara. Agar amakimga ishonmaganimda Syomka shuncha yaxshi emas ekan, ya'ni plyushlari, qanaqadir kechqurunni yaxshi olib bera olmagan, fokus bo'yicha, joy bo'yicha, misol uchun rakurs bo'yicha kiritib o'rishgan, lekin o'sha yo kamerasi, yo biza yaxshiroq joyga kira olmadik, ya'ni yaxshiroq joyga qanaqa biza bor biletga oldikda, o'sha 60 ming, 70 ming. Undan ham yaxshiroq bormi, premium klassdagi bormi yo'qmi bilmadim. Bitta narsasi kinoteatrda o'tirganda Dolphy degan narsa bor, chiqadi. O'sha Dolphy degan narsa bor, ovozni zo'r qilib beradi. iPhone, hozir smart televizorlar ham shundan foydalanyapti. O'sha narsa yo'g'ligiga kirdik. O'sha uchun ovoz maksimal chiqqanda nima deydi, yerga ham, xatolikka ham sezilib turdi-da, ishtobi ovoz o'z ohangida chiqmagan. Hamma kinolarga o'xshash bitta tarixiy joy qanaqadir muammoga kirib qoladi-da, unga motivatsionniy har xil emotsiyalardan o'tadi, ustida ishlaydi, boshqa narsada ishlab boshqa narsani chet el kinolariga o'xshatib, ya'ni Netflix yana o'zining ishini qilgan, ya'ni o'sha odamga emotsiya berish, ya'ni qayta tiklanishini chiroyli ko'rsatib bergan. Xo'p, bitta zo'r gapirgan, aynan kino to'xtatib turib yozib oladigan gap ekan. Ya'ni meni har bir so'zimga desva, ya'ni har bir so'zim taqdirimdan ham taqdir o'sha so'zimga qarab yuriydimi, qanaqadir taqdirimdan ustun deb yozganda gapirgan. Вообще men nima yetkazib bera olmadim, chunki yozib olishga o'rgatmadim, chunki kinoni to'xtatib turib, sizlarga o'xshab to'xtatib turib ko'ra olmayman. Afsuski, kinoteatrda sahnalarga keladigan bo'lsak, 3 xil jang sahnasini ko'rishingiz mumkin. John Wick'ga o'xshab qisqa, tez. Keyin ikkinchisi milliy kurash, ya'ni milliy jang san'atimiz olib kelib urish, boshqa keyin Koreya san'ati ham, ya'ni bitta urib sakrab urish, boshqa narsalarni ham qisman qo'shib ketishibdi. Bu klassda chiqqan, chotki chiqqan, prosta chiqqanga yarasha o'sha boyagi montaj emas, bu yerda olinish, kamera bilan ishlash sal eng yoqmagan tarafi. Troyada ham, Sher yurakda ham bir xil sahna ko'rinishi, qolganlarda ham ayollar mavzusiga keladi-da, Вообще ayollarni mavzusiga, ya'ni aylanib qoladi. Ya'ni ayollar ustiga qurilgan ssenariyga o'xshab ko'ringan shu joyi men aynan Amir Temurga ishlatmasa kerak Netflix dedim.
Shukran Xonsanapdan kalla qo'yishibdi. Malades, gap yo'q. Hop, xullas kinoda nima yoritilgan, hamma Boyazid bilan urushib tutgan, lekin u emas. Lo'jangida yutqazib, undan keyin boyagi o'sha tarix bilmayman, Mo'g'ulda yutish haqida ekan, men Boyazidni kutdim. Boyazid qanaqa yutgan ekan, shundan pul yig'ib turib, keyingisi olishsa kerak, lekin bunda aynan shuni ko'rmadim. Boya jo'nam aytib turadi, mablag'dan ayalganligi kinoda silishkin bilingan. Kuting. Kuting. Zichlashing. Balkonlar. İkinci to'lqin. Tayyorlaning. Mash'alalar. Olg'a. Kino albatta emotsiya berdi. Nimaga? Chunki Humoyun degan qarindosh bo'ladi, ya'ni Fotimaning akasi o'sha nima Iloy jangida kamonchilarni ishlatish kerak bo'lgan joyda yaxshi ish qilmaydi. Uchta harfli qiladi. Plus o'shandan keyin ya'ni asabni chiqarib boshqa qiladi. Zo'r emotsiya berdi. Boyagi yovuz odam ham rolini juda zo'r o'ynagan. Boyagidek. Hamma aktyorlar ham hammasi zo'r o'ynaganda, montajga kelganda yoki syomka jarayoniga kelganda sal o'xshatish olmagan. O'xshatishgan zo'r, yaxshi. Eng qiziq tarafi nimada? Ssenariyni ketma-ketligini xato qilishgan. Ya'ni ssenariy yaqinda 64 modda 94 modda degan kino chiqqan. O'shani ko'rganimda ham pulli variantini ko'rganman. O'shani ko'rganimda ham bitta xatolik bo'lgan. Ssenariyda ketma-ketlik xato qo'yilganda, o'sha narsa bunda ham kuzatilgan. Ya'ni nimada? Lo'y jangida yutqazadilar. Yutqazgandan keyin turib, o'tgan minib ketaveryaptilar uyga qarab. Ya'ni qanaqa yutqizgan taraf u kishini tashlab o'zini tashlab ketadi. Ya'ni Amir Temurdagi odamni yutqizdi, bo'ldi, kelmaymiz deb tashlab ketadi. Shu narsani yo'qotish mumkin. Yana bitta qiziq tarafi, nima uchun o'sha 100-200 ta odam, uni videoda shunday ko'ringan, menimcha tarixda undan ko'p, bu odam Amir Temur uchun jon bag'ishlash kerak. Nima uchun просто buncha o'lib ketish kerak. Bu shunaqa ko'ringanda, ya'ni aynan erki uchun, ozodlik uchun, bir narsa uchun kurashayotgani yo'ritib berilmagan. Даже Shervirlikda ham o'sha xalq uchun mayli, ishimda bo'lmasa ham yubkada o'sha davlatini qutqarganda, o'sha narsani ko'rsatib bergan. Lekin bu kinoda afsuski mana shu narsa ko'rsatilmagan. Nima uchun? Ya'ni aynan nima uchun jang bo'lyapti? Fotima o'lgani uchunmi degan faraz bo'lib qolgan kinoda. Bir necha kundan keyin nihoyat tinchlik o'rnatamiz. Xo'p, meni fikrim emas, og'aynimning fikri. Ya'ni u aytibdiki, men aynan Amerikan kompaniyasi Netflix ishlasa, diniy masala, islomiy masala, boshqa narsalar qo'shilmaydi deb o'ylagandim. Lekin
ulamolardan har bir jangda ulamolardan fikr olishi, azon, namoz o'qilishlar boshqa narsalar qo'shilibdi ekansiz. Как super, haqiqatan ham qisman yoritib beribdi shu narsani dedi. Keyin yana bitta narsa Netflix ajoyib bitta qonun qoidasi bor. Qolgan kompaniyalardan farqi Netflix kinolarni faqat bir marta mazza qilib emotsiyada ko'ra olasiz. Ikkinchi marta ko'rish qiyin. Misol uchun kalmar o'yini desak bo'ladi va boshqa. Bir xil stilistika. Hozir men qaytib telefonda ko'raman bu kinoni degan faraz yo'q o'zi menda. Xo'p, oxirgi fikrim, kino menga yoqdi. Qisman negativlarim bor, plyus taraflari ham bor. Bitta tarafi bor kinoda. Agarda Netflix shu kinodan yaxshi mablag' yig'ib, xudoolasa, bundan ham zo'r va bundan ham yaxshiroq va Boyazidni jangini ham kutib qolamiz. Ya'ni strategiyalari ketma-ketligini zo'r yoritib berish kerak bo'lgan. Afsuski, shu narsani yoritib bera olmagan. Xudoolasa bundan keyin ssenaristini, videosini, montajini ustida yaxshiroq qilishlar yaxshiroq qiladi degan umiddaman. Netflix degan kompaniyada yaxshiroq natijalar kutib qolaman. Mamnun qolganlar uchun katta rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, obunani isham so'ramasam kerak. Charchamanglar, salomat bo'ling. O'zini yo'lboshchi deb ataydi. Yaratish o'rniga hamma narsani vayron qiladi. Senda hukmronlik qilish, qurish